28 noyabr 2025 yil soat 18:10 da Mening yurtim kanalida Qodirxon Togri Yo'l serialining 10-mavsumining 50-qismi efirga uzatiladi. Ushbu qism ayniqsa hayajonli bo'lishi kutilmoqda, chunki voqealar hissiyotlar va kutilmagan burilishlar bilan boyitilgan. Har yangi epizod bilan serial o'zining dinamikasi va qahramonlarning chuqurligi bilan hayratda qoldiradi. Qodirxonning hikoyasi murakkab vaziyatlarda ham to'g'ri yo'lni topish qobiliyati, ideyalarga sodiqlik va kuchli xarakterini namoyon etadi. Har lahza tomoshabinga his-tuyg'ularni yetkazadi va qahramonlar bilan birga voqealarni his qilish imkonini beradi. Menga ayniqsa serial yaratganlarning dramatik voqealar va nozik hazilni mahorat bilan uyg'unlashtirishi yoqadi. Bu hikoyani jonli va tabiiy qiladi. Qodirxon Togri Yo'l ilhom beradi, iliqlik va insoniy yaxshilik va halollikka bo'lgan ishonchni ulashadi. Ushbu qism serial zamonaviy o'zbek loyihalari orasida munosib o'rin egallashini yana bir bor tasdiqlaydi.